Stress va asabiylikni inson organizmiga qanday zararlari bor? Stress va doimiy asabiylik qisqa muddatda organizmning normal javobi bo'lishi mumkin. Ammo uzoq davom etadigan yoki kuchli stress sog'liqqa sezilarli zarar yetkazishi mumkin. Yurak qon tomir tizimi, yurak urishi tezlashishi, qon bosimi ko'tarilishi va yurakka yuklama ortishi mumkin. Miya va ruhiy holat, diqqatni jamlash qiyinlashadi, xotira pasayadi, xavotir va tushkun kayfiyat kuchayishi mumkin. Uyqu, uxlab qolish qiyinlashishi, tez uyg'onish yoki uyqu sifati pasayishi mumkin. Bosh og'rig'i, zo'riqish, bosh og'rig'i va mushaklarning taranglashishiga olib kelishi mumkin. Ovqat hazm qilish, ishtaha o'zgarishi, qorin bezovtaligi, ich ketishi yoki ichak qochishi kuzatilishi mumkin. Immunitet, uzoq davom etuvchi stress organizmning infeksiyalarga javob berishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Mushaklar, bo'yin, yelka va belda taranglik yoki og'riq paydo bo'ladi. Vazn, stress ba'zida odamlarda ortiqcha ovqatlanish yoki aksincha ishtahaning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Asabiylik va charchoq, odam tez jahli chiqadigan, sabrsiz va doimiy charchagan holatga tushishi mumkin. Muhimi, stressning o'zi har doim kasallik degani emas, ammo alomatlar uzoq davom etsa, kundalik hayotga xalaqit bersa yoki ko'krakda kuchli og'riq, nafas qisishi, hushdan ketish kabi belgilar paydo bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak.